Men gapiraman. Men qanaqa tushunaman? Xo'sh, birinchi savol. Kelin yaxshi o'tiribsanmi, desam qanaqa tushunasan? O'zi sen nimaga o'tiribsan? Nimaga bekor o'tiribsan? Turgan ishlaring qilgin, qaranta kirlaring o'ylab yotibdi, ovqat pishirmagansan. Hozir bolang bog'chadan olib kelishing kerak, keyin bahona qilasan-da, ketib qolasan. Hamma ish o'zimga qolib ketadi. Tushunaman, oyijon. Tavba, men qachon shunaqa deganman senga? Gapirishingiz to'nidan shunaqa deb o'ylayman deyman. Tavba. Ha, mayli ketdi. Ikkinchi savolim. O'g'lim qachon ishdan kelar ekan? Shu o'g'limni boshini aylantiribsan, erga tegib olgansan-da, faqat senga telefon qiladi. Nima bo'lsa shu xotin, boshqa bo'lsa shu xotin. Menga umuman telefon ham qilmaydi, mendan xabar ham olmaydi. Onasi borligi esida ham yo'q, meni o'g'limmi deb tushunaman. Voy tavba. O'g'lim telefon qilgisi kelsa, o'zimga telefon qilaveradi. Senga sendan so'rash shart emas. Endi shu menga shunaqa deb savol bersangiz, men o'ylayman-da, shunaqa deb o'ylaysizmi, shu uchun mendan so'rayapsizmi debdi, oyijon. Tavba, namuncha badfelsan? Bunaqa kelinligingni bilsam, umuman kelin qilmasdim seni. Tavba, astag'firulloh. Odam ham shunaqa bo'ladimi? Kechiring. Nevaram nimaga yig'layapti? Juda ham yomon ko'radigan savolim, oyijon. Bola qarashni bilmaysan sen. Agar shu bitta bolangni o'zim boqib katta qilib bermaganimda, ikkinchisini vobshe eplay olmagan bo'larding. Botib qotib, o'sha sevgan seydigi bilan pampersida qolib ketgan bo'lardi deb tushunaman, oyijon. O'zi bolangni boqib, ko'tarib mangu. Lekin biror marta yuzingga solganim yo'q-ku. Tavba. Shunaqa deb o'ylayman-da, endi yig'layapti desangiz, men bola ichiga chiqmayman-ku, oyijon. Qarash kerak-da bolani. U yoq bu yoq og'rigan bo'lishi mumkin, och qolgan bo'lishi mumkin, suv ichgisi keladi bola ham. Aytsin-da shuni. Tavba, bola qanaqa aytadi, uni tili bormi aytadigan? Sen onasan, ona sezish kerak. Hamma narsaga e'tiborli bo'lish kerak. Ha, kelin, ovqating yaxshi chiqdi bugun. Voy, shu paytgacha sen qilgan ovqatni it ichmasdi. Bugun sal yaxshiroq qilsan. Yaxshi ham bir o'rgatdim-a senga. Hech bo'lmasa shu guruchlarini bir ozgina tirik qilishni o'rganding-a sen. Hech qachon mendagi qila olmaysan baribir deb tushunaman, oyijon. Senga biror marta yuzingga solmaganman, ovqat qilishni bilmaysan deb. Lekin kelganingda umuman ovqat qilishni bilmas eding. Ovqat qilishni haqiqatan ham men o'rgatganman. Kapkirni ham ushlashni bilmasding. Osh qilish u yoqda tursin. Xudoga shukr, shunaqa qaynanaga tushganingga. Kelinlar qaynanani shunaqa tushunadi deb o'ylayotgan bo'lsanglar, adashmadinglar. Shunaqa, hozir gap bitagidan gap qidiradigan kelinlar juda ham ko'payib ketgan.